Turkiyaning mashhur seriallaridan biri Qashqirlar makoni seriali ko'pchilikning yuragidan chuqur iz qoldirgan. Ayniqsa, serialdagi Po'lat Alemdar va Elifning qiz xalasi oldida sokin suhbatlashib o'tirgan sahnasi tomoshabinlarning qiziqishini uyg'otgan. Xo'sh, nega aynan bu joy qiz xalasi deb ataladi? Eng ko'p tarqalgan rivoyatga ko'ra, qadimda Vizantiya imperatorlaridan biriga folbinlar shunday bashorat qilishadi: sening yakkayu yagona qizing 18 yoshida ilon chaqishidan vafot etadi. Qizini o'limdan asrashni istagan ota dengiz o'rtasidagi kichik orolchada mana shu qal'ani qurdiradi. Qiz u yerda hech qanday xavf-xatarsiz, quruqlikdan uzilgan holda yashay boshlaydi. Biroq taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Qizning 18 yoshga to'lgan kuni imperator unga tabrik sifatida bir savat shirin mevalar yuboradi. Savat ichiga berkingan zaharli ilon qizni chaqadi va malika o'sha yerda vafot etadi. Va shundan so'ng bu joy qiz qal'asi deb atala boshlagan. Sizga ham Turkiya haqida shunday ma'lumotlar qiziq bo'lsa, hoziroq bizga obuna bo'ling. Vaqtni boy bermang, turk tilini biz bilan o'rganing.